Sizni birinchi ishingiz qanday bo'lgan va qanday qiyinchiliklarga duch kelgansiz? Xo'p, meni birinchi loyiham topishimda to'g'risi televideniyada topganman. Ko'pchilik so'raydi, loyiha topolmayapman, qayerdan topsak bo'ladi, nima qilsak bo'ladi deydi. To'g'risi televideniya ko'rib o'tirgan paytda prosta kino yoki qanaqa konsert emas. Aytda ham misol uchun tadbirkorlar kim beradiklar, reklama beradi misol uchun. Yangi o'rganib, bitirib chiqib shu blogerlar, ish topayotganlar bo'lganmiz, ish qidirayotganlar bo'lsa, sen mutaxassis, dasturchi, dizaynerlar boshida ish topish qiyin bo'ladi. Shuning uchun tavsiya beraman, hech bo'lmaganda sinov muddatiga o'z xizmatini sotib ko'rish kerak. Chunki sinov muddati bilan hech bo'lmasa 1 hafta, 2 hafta davomida o'zini xizmatini bepulga sotish kerak. Agar o'z xizmatini bepulga sota olmadimi, biling katta ehtimol u qimmatga sota olmaydi pulga. Chunki bir marta yegizib ko'rasiz, haqiqatdan qo'lingizdan keladimi? Yo'q, birinchi tajriba bo'ladi birinchidan. Eplolmasangiz tajriba bo'ladi. Ikkinchidan eplab keta olsangiz, yaxshi bo'lsa, u loyiha siz bilan qoladi. Shunday ekan, birinchi o'rinda bepulga bir marta bo'lsa ham sotib ko'rish kerak.